ikki qadrdon do'st bo'lgan ekanda, sen bilan menga o'xshagan. Ikkalasi yur do'stim deb sayohatga chiqamiz deb ikkalasi sayohatga chiqdi. Yo'l-yo'lakay ketayotib bir mehmonxonaga yotishibdi. Mehmonxonadan ertalab uyg'onsa, o'rtog'ining cho'ntagidagi $100 puli yo'qolib qolibdi-da. Keyin $100 pulim bor edi do'stim. Mabodo ko'rmadingmi? Do'stiga savol bersa, do'sti uxlab yotgan ekansan, seni bezovta qilgim kelmadi. Zarar bo'lib qoluvdi. Cho'ntagingdan $100 olib tashqariga chiqib ishlatib keldi. Yaxshi qilsan, zarar bo'lsa ishlatganing yetmaydi. Seniki menikisi bormi do'stim? Shunda mehmonxonadan chiqib ketayotsa, mehmonxonani tozalaydigan ayol ketdi-da. Bolalarim yaxshi dam olaymi? Mehmonxonamiz yaxshimi? Kecha xonalarini tozalagani kirsam $100 pullar tushib qopti. Kimligini bilmadim, sizlar yo'q ekansizlar. Olib qo'yurdim. Mana shu omonatlaring deb beribdi-da. Shunda